hech qanaqa boshlang'ich to'lov yo'q. Shunday minib, shunday oyma-oy to'lab ketaman deganlar uchun juda ham ajoyib variant. Bankdan mashina olayotganda o'ylab olinglar desam, baribir ham olaverasizlar. Avtokreditni da'vat qilmaymiz. Avtokreditni o'ylab olish kerak, lekin bizga kelgan mijozlarni rayini qaytarmasdan qo'ldan kelgancha Alloh uchun yordam beramiz. Shu mashinani shunday xaridorga o'tkazib, faqat oyma-oy to'lab ketadigan xaridor kerak. Boshlang'ich hech qanaqa to'lov yo'q, hujjatlarga ham hech qanaqa xarajat yo'q. Faqat reklama qilib yordam qiling, biz shu vaziyatdan chiqib ketaylik. Oyma-oy vaqtda to'lab tursa bo'ldi deyshibdi. Hujjatlarni o'zlari bilan kelishib, xohlasalaring o'zlaring nomlaringga o'tkazib olib, davom ettirib ketsalaring ham bo'ladi. Xohlasalaring ular nomida turib, o'zaro kelishib olsalaring ham bo'ladi. Bunaqa mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mexanika korobka, hech qanaqa ishi yo'q ekan, holatlari juda a'lo holatda. Bittagina kraskasi o'ng tomon krilosida pitno kraskasi bor ekan. Oylik to'lovi 3.697 mingdan tushgan. Tur oylik to'langan va boshlang'ich to'lovlari ham 25 million to'lov qilishgan. Shu pulni o'zini to'lab ketasizlar bo'ldi. Boshlang'ich hech qanaqa to'lov qilmaysizlar. Shunday reklama qilib bering deyishuvdi. Pastda egalarining raqamlarini qoldiramiz. Buni Alloh uchun shunday beminnat xizmat qilib beramiz.